Bugun syomkalarimiz vaqtli tugadi. Endi ovqat zakaz qilaman degan bahona o'tmaydi. Chunki vaqtli kelganman, ovqat qilishim shart. O'ziyam yarim yildan oshibdi xamirli ovqat qilmaganimga. Bugun bir qo'llarimni o'ynatib o'sha Xorazmni mashhur bo'lgan tuxum baragini buxorachasiga o'giramiz. Xamir qorib bo'lgunimcha o'g'lim ham shirin uyqusidan uyg'onibdi. Keyin dumaloqqina bo'g'irsog'imni ustini yopib tindirishga qo'ydim. Bu orada nachinkasini tayyorladim. Yarim litr sutga 6 ta tuxum soldim. Mani tuxum baragimni mazali chiqishining yana bir sababi ushbu mahsulot. Bu mahsulot tojikchasiga majak, o'zbekchasini bilmayman, yozib qoldiringlar. Xullas, ushbu mahsulotni eritib nachinkamizni ichiga solamiz. Yana bitta narsa esimga tushib ketdi. O'sha majakni matoni ichiga solib yoshligimizda shimib yurardik. O'xshatishga harakat qilib, xamirlarimni ham yoyib oldim. Albatta bir chetidan islomga ham beraman. Agar bermasam, shuncha qilganim bir tim bo'lardi. Namakopli suv tayyorladim, shunaqa chekkasiga surdim, yopishtiramiz. Aytgancha yopishtirishdaman, qalamdan emas, shunaqa pichoqni chetidan foydalanaman. Xamirni ichiga nachinkani solishda albatta choynakdan foydalaning, sababi juda ham qulay. Shu joyga kelib oyijonga katta rahmat aytmoqchiman, chunki bitta ham tuxum baragim ochilib ketmadi. Buni sababi esa pichoqni chekkasi. Tuxum baraklarim ko'rinishdan chiroyli chiqmagan bo'lsa ham, lekin ta'mi juda ham ajoyib chiqdi. Buni esa Siroj akamning yuzlaridan ham ko'rishingiz mumkin.